Maktabda, bog'chalarda bilsanglar, e'tibor bergan bo'lsangiz, shunaqa narsa bo'lardi. Xo'rim, jo'r bo'lib salom berish, shunga o'xshagan narsalar. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Bilmayman kimga kerak edi bu. Ya'ni bitta kimdir notadan chiqib ketib qolsa, bitta to'shni shunaqa ustoz bo'lardi. 6 marta qayta salom berdirardi. Biz ham turaverardik. Men ustoz chuchchi bu, tili kelmaydi deydi. Mohiri bog'chadan boshlangan bu narsa. Bog'chada haligi ovqat bersa minnat qilib rahmat ayttirtirardi. Men ayamga ham unaqa ko'p rahmat aytmaganman. Bog'chada rahmat aytganchalik ovqatga to'g'risi, hali hijolat urardim ba'zida ovqat yeyishga. Meni bog'chapam shunaqa ayaydi, ayadan ham ko'ra aya odam bo'ladi, o'ta ayadi, tushunyapsizlarmi? Meni ayam ursa, nimaga men seni tug'ib berganman, shuning uchun uraman derdi. Men bog'chapamga aqlim yetmagan, siz meni tug'magansiz, nimaga uryapsiz deyishga. Mana hozir boshqa ba'zi davlatlarda bolalar qo'rquv ostida uxlayapti deydi-yu. Biz ham xuddi shunaqa uxlaganmiz bog'chada. Uxlash deydi, uxlar edik. Men tushimga ham kirib chiqadi hozirgacha